Assalomu alaykum hammaga. Bugun 20-fevral Surxondaryo Termiz shahriga kelganmiz. Boramiz deb reklama qilgandik. Spiskaga yozdirganlar Cobalt mashinasiga kruz kontrol tizimi o'rnatib berdik. Chap tomon kruz, o'ng tomon multimedia ishlaydi, baland qiladi, past qiladi, o'tkazadi, qaytaradi. Shu seriya knopkani o'rnatib berganmiz. Sifati juda ham yaxshi mana turishi. Zazorlari ideal birga bir kelgan. Umuman ochilib qolmagan. Son cheklangan, shoshilib qolinglar. Tablosiga temperatura dатчик chiqarib berganmiz. Keyin dihozni o'chirib berganmiz. Mashinamiz midnight, dihoz erib ketyapti hozirgi kunda, o'sha uchun dihozni o'chirib berganmiz. Burchakda knopkaga signal o'rnatib berganmiz. Bitta bo'lsa signal chaladi. Hamma funksiyalar zo'r ishlaydi. Cobaltga qulaylik mana shu bo'ladi. Aksiya narxiga tushirib qo'yibmiz. Ustanovka programmalar bilan 390 ming so'm. Avtozapuslar ham qilib berganmiz mashinamizga. U alohida summa bo'ladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, 22-sloggacha mana shu Termizda bo'lamiz. Lokatsiya tashlab beramiz, kelsalar shu xizmatlar qildirasizlar. Bagaj knopka, shunaqa maishiy ishlar bor. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni maksimal tarqatib yuboringlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.